O'zini o'zi boqadigan qizni kuni qanaqa o'tadi? Qani ketdi? Kecha shakarni manikür pedikür qilib kelganman, baho berib yuboringlar. Обязательно cho'm bilaman, turishim bilan mana bu gelgilar dusha zo'r ekan, ishlatib ko'ringlar. И kofe, bir chashka kofe shunaqa energiya beradi. Va srazu o'g'illarim bilan o'ynashga chiqib ketaman. Uyg'ongunimcha ular sog'inib qolishadi. Srazu massajyorga o'taman. Kстати, Moho parfumda 120 ming so'm skidkada ertalabdan atyoklar bilan uyg'onamiz. Bu atyoklarni ketkazib, sellyulitni yo'qotib beradi. Klientlarim повтор zakaz qilishyapti. Maslasi bilan olsanglar 2x effektga erishasizlar. Moho parfum profilini отметка qildim. O'tib olinglar va direct massajyor so'zini qoldirsanglar, zakaz oformить qilib beramiz. Keyin men buni ko'rib yig'lashga ham ulgurib oldim. Unga mo'ylovchalarimni terdirdim. Ha, menda ham bor. Keyin sochimni jingali qilib qo'y, iltimos, bugun boshqacha bo'lmoqchiman dedim, chunki zalga borishim kerak. Ko'rishinglar mumkin, yuzimga tonalkani cho'tka qilib yotqizib, mana shu karni effektga erishib oldi. To'g'risi makiyaj qilish hali bilmayman, o'rganyapman. No, menimcha yomon emas boshlovchi odamga. Keyin sport kiyimlarimni tayyorladim. Mashinaga o'tirishim bilan tabu feromonimni sepaman, chunki bugun zalga boraman. Tez yigitlar bor bo'lasizlar. Moho parfumdan zakaz qilsanglar bo'ladi. Uni ham mana klientlarimga o'sha tabularni chiqazdim. Rosa shu feromonimni sevib ishlatyapti mijozlarim. Keyin srazu zalga yo'l oldim. Kelib oldim men. O'zi ham Maxim Gorkiyda ekan zalim. Men har xil zallarga borishni yaxshi ko'raman. Srazu velikka o'tirdim qizib olish uchun. To'g'risi, mashqlar oson ko'ringani bilan hech ham oson emas. Terlab ketganimni ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa sport dabavkalar ham oldim, ham normal summa chiqdi va kardio bilan tugatdim.